Assalomu alaykum. Bugun siz bilan nega bilimingiz yetarli bo'lsa ham har doim attestatsiyadan past ball olasiz? Xo'sh, buning sabablari va u sabablarga bir nechta yechimlarni ko'rib chiqamiz. Bu uchun o'zingizga qulay bo'lgan joyda o'tirib oling va 60 daqiqa buni bemalol bilib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana shu vaqt davomida siz qanday qilib attestatsiyadan 90+ ball va 70% ustama olishning eng qisqa yo'lini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik o'ylashadi, bu juda qiyin, buning iloji yo'q deyshadi. Yo'q. Men bu sohada 27 yillik tajriba va minglab soatlarimni sarf qilib bo'lganman va buning natijasida 10 mingdan ortiq shogirdlarimning hozirgi paytda oliy toifa, birinchi toifa olib 70% ustama bilan oylik daromadlarini 2-3 baravarga oshirib, qaranglar, aynan 7-8 million o'rtacha oylikdan 15-20 million oylikka chiqqan aniq natijalarni ayta olaman. Bu esa ustozlar, ana o'qituvchilar orasida juda zo'r, hatto super natija deb aytsam bo'ladi. Bungacha bo'lgan yo'lda men ham juda ko'p xato kamchiliklarni va to'siqlarni bosib o'tganman. Lekin sizga aynan 100% natijaga olib chiqadigan texnikalarni beraman. Bu darsimiz kimlar uchun? Maqsadni aniq qo'yib, bilim bilan o'sha maqsadga chekinmasdan boradigan ustozlar uchun. Agar siz o'qimasdan, o'rganmasdan toifadan o'taman, attestatsiyadan o'taman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hozirroq bu videoni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Chunki biz bu yerda aniq, real bo'lgan natijalar haqida gaplashamiz. To'g'ri, ko'pchilik ustozlarimizda borda, menda vaqt yo'q, oila, bola, turmush bilan deydi, vaqt ajrata olmayman deydi. Sizning toifadan o'tishingiz uchun yoki attestatsiyadan yuqori natija qilishingiz uchun 24 soat shug'ullanishingiz shart emas. Siz yuqori natijaga erishishingiz uchun 1 soat diqqatni jamlagan holda bizning tizimimizdan foydalanishingiz o'zi yetarli. Bu allaqachon o'zini oqlab bo'lgan tizim hisoblanadi. Yana ko'pchilik ustozlarimizda bor to'siqlardan birida, men deydi bir nechta onlayn kurslarda o'qiganman, lekin natija qila olmaganman deydi. Men endi ko'pchilik ustozlar bilan ishlaganim uchun to'siqlar bilan ko'p ishlaganman-da. Yana ba'zi bir ustozlarimiz borda aytishadi menga, ustoz, sizning kursingizda o'qiguncha men bir paytning o'zida 2-3 ta onlayn kursda o'qiganman, lekin natija qila olmaganman deyshadi. Hatto ba'zi ustozlarimiz aytishadi, shu spesifikatsiyadagi tasdiqlangan hamma kitobni o'qib chiqdim deyshadi. Men juda ham qoyil qolaman agar shu hamma kitobni o'qib chiqqan ustozlarga, lekin natija bo'lmadi deyshadi. Xo'p, endi natija qilishingiz uchun 60dagi sizning negativ natijalaringiz ham yoki bo'lmasa sharoitingiz ham, yoshingiz ham to'siq bo'la olmaydi. Faqat siz to'g'ri tanlov qilib, sizga hozir o'rgatadigan usul va texnikalardan foydalangan holda kuniga 1 soatgina shug'ullanib, bemalol attestatsiyadan o'zingiz kutgandan ham ortiq natija qila olasiz. Buni biz allaqachon isbotlab bo'lganmiz. Men Dilafruz Fayzullayevni oddiy ustozlikdan o'sha oliy toifali ustoz, DTMning ekspert testologi darajasigacha chiqqanman. DTM bilasizlar, hozirgi bilimni baholash agentligining oldingi nomi DTM deyilardi. Bilimim, tajribalarim ortish natijasida yutuqlarimning soni ham orta borgan va ustozlarni attestatsiyaga tayyorlash bo'yicha kurslarni tashkil qilganman. Kurslarimda 10 mingdan ortiq ustozlar o'qishgan. Har bitta kursimda kamida 1000 ta ustoz o'qib, unaqa kurslardan 50 dan ortig'ini tashkil qilgan bo'lsam, ulardagi ustozlarning natijasi 90% dan ortiqni tashkil qilishadi. Ko'rib turganingizdek, demak bu usul va texnikalar orqali shu paytgacha 10 mingdan ortiq ustozlarimiz o'zi xohlagandan ham yuqori natijaga allaqachon erishib bo'lishgan. Men ham sizdek oddiy oilada tug'ilganman. O'sha Buxoro viloyatining chekka Olot tumani bor, ana Turkmaniston bilan chegara tumanimiz bor. Shu joyda oddiy o'qituvchi oilasida tug'ilganman. 14-maktabda o'qiganman. O'zimizda u 2 etaj maktab emas, 1 etajli 14-maktabda, oddiy maktabda o'qiganman. 11 yil o'sha 1-sinfdan 11-sinfgacha institutda o'qiganman. Institut tugatib, yana shu o'zim maktabimga ishga kelganman. Oliy ma'lumotli bo'lib ishga keldim deb o'ylaganimda menga 2 soat dars berishgan. Keyin hayron qolganman. Endi men institut bitirib keldim, nimaga 2 soat dars berishadi? Kam dars soati, kam oylik, sifatsiz metodika, siz aytayotgan vaqt yetishmasligi, hamma to'siqlarni, xolos kalom, oila, ro'zg'or bilan bog'liq hamma muammo, to'siqlarni bosib o'tib bo'lganman-da. O'zimdan o'zim bu darajaga yetib kelmaganman. Yagona farqim, masalan, menda ham hech qanaqa tug'ma qobiliyat yoki o'zgachadir nimadirim yo'q. Siz kabi men ham oddiy inson bo'lganman. Faqat sizdan yagona farqim,
Men buni oldinroq boshlagan. Siz bu bilimlarni o'zingiz 5 yil davomida olishingiz mumkin. Lekin savol tug'iladi, nimaga siz 5 yil yo'qotishingiz kerak? Men sizga hozir o'rgatadigan usul va texnikalardan foydalangan holda siz o'sha 5 yillik vaqtni 20 baravargacha qisqartirib, tezroq bosib o'tish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Chunki sizda tayyor texnika, tayyor natijaga olib chiqadigan yo'l mavjud bo'ladi. Demak, tanlov faqatgina o'zingizning qo'lingizda. Tanlov qilib harakat qilsangiz bo'ldi. Siz ham o'sha 5 yillik muddatni 20 baravargacha qisqartirilgan holda bosib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Deyarli hozirgi imkoniyatlardan kelib chiqqan holda zamon talabi bo'lib, 90% ustozlarimiz o'z ustida ishlashni boshlashadi. Lekin hammasi oxiriga yetmaydi-da. Yarim yo'lga borgandan keyin ko'pchiligi tashlab yuboradi. Bunga sabab nima? Demak, oxirgacha yetmaslikning ikkita asosiy sababi bor. Birinchisi, qadam-ba-qadam nima qilish kerakligini bilishmaydi. Ya'ni nimadan keyin nima qilay, bu manzilga borish uchun nimadan keyin nima qilishim kerak degan aniq qadam-ba-qadam reja yo'q. Ikkinchisi esa bular mavzuning tub mohiyatiga yetmay turib, hali u kursda, hali bu kursga yurib vaqt yo'qotishadi. Boya yuqorida aytganimdek, bir paytning o'zida bir nechta kurslarda o'qiydilarda, 10 ta kursda o'qsam zo'r bo'lib ketaman deb o'ylashadi. Yo'q, demak, hali bu kursda o'qiganingiz sizga yechim bo'la olmaydi. Siz uchun eng muhim narsa davomiylik va to'xtab qolmaslik. Ammo bir necha muammolar bor. Hozir meni ko'rayotganlar aksariyati ona tili o'zbek tili ustozlari bo'ladilar. Keling siz fanimiz yuzasidan o'sha aksariyat ustozlarimizda bor muammolarga to'xtalib o'tamiz. Men endi ko'pchilik ustozlar bilan ishlagandan keyin o'shalarda bor muammolar aytyapman-da. Eng birinchi muammo grammatikam zo'r, lekin testim past chiqadi deyshadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, nazariyam zo'r, uni amaliyotda qo'lla olmayman deyshadi. Sizda ham bormi shunaqa muammo? Siz ham o'zingiz muammolaringizni yozib ketishingiz mumkin-da. Ikkinchisi, faqat dars o'tish uchungina tayyorlanishadi. Bu aksariyat ustozlarimizdagi muammo, ya'ni maktabga borib shu 45 minut dars o'tib kelsam bo'ldi. Bo'ldi, o'sha dars o'tish uchun o'sha mavzuni bitta eslab olishadi. U mavzu bo'yicha yangilik izlatishmaydi. Bitta o'sha qaysi mavzu edi, o'sha mavzuni o'tsam bo'ldi deyshadi. Uchinchi eng jiddiy muammolardan biri yangi darsliklar bilan tanishmaslik. Yangi darsliklarimizda o'zgararmidi, o'sha ega kesim deyishingiz mumkin. Lekin yangi darsliklarimizda siz xohlaysizmi, yo'qmi, yangi ma'lumotlar kiritilyapti. Yangi darslik bilan ishlamasdan turib, siz natija qila olmaysiz. Va to'rtinchisi, yillar davomida o'smaslik, o'zgarmaslik, bir joyda turib qolish. Shu yerda hozir men bitta narsani aytib o'taman, kurslarimdagi ustozlarga ham doim aytaman-da. Mana qarang, mana bu to'xtab qolgan ustoz deylik. Mana bu to'xtab qolgan ustozsiz, a? Siz to'xtab qolgansiz. Lekin siz to'xtaganingiz bilan zamon to'xtagani yo'qda. Mana zamon rivojlanib boryapti, ko'ryapsizmi? Oldinga ketyapti. Siz shu to'xtashingizni o'zida orqaga ketyapsiz. Ko'ryapsizmi? Demak, o'qimagan, o'z ustida ishlamagan, to'xtab qolgan ustozlar aslida bular to'xtagan emas. Aslida bular orqaga ketayotgan ustoz bo'ladi. Ana shu muammolar ustozlarimizning eng katta muammolari. Sizlarda shunday muammolardan qaysilari bor? Izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin va bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizlarning muammolaringizga yechim bo'ladigan qo'llanma va darslikni taqdim qilaman. Imtihonda eng muhim narsa har bir ma'lumotni asosi bilan o'rganish va yangilikka ochiq bo'lish. Qarang, siz maktabda eng zo'r ustozsiz, lekin attestatsiyadan o'ta olmayapsiz. Bunaqa holatlar meni tajribamda juda ko'pda. Menda xalq ta'limi a'lochisi bo'lgan ustozlar o'qishadi. Ular juda ko'p. Tasavvur qiling, xalq ta'limi a'lochisi unvoni hammaga ham berilavermaydi. Masalan, menga berilmagan. Men xalq ta'limi a'lochisi emasman. Lekin xalq ta'limi a'lochisi bo'lgan ustozlar o'qishadi. Bitta ustozimiz kelgan, yonimga kelgan, zo'r, haqiqatdan men havas qiladigan ustoz bo'lganda, ularning yurish-turishlari, o'zlarining gapirishlari, o'sha tadbirlarda o'zlarini tutishlariga men havas qilganman. To'g'risi, men yonimga kelganlarda men hayron qolganman. 258-maktabdagi 257-maktab ekan. Yulduz ustoz, meni ko'rib turgan bo'lsangiz, men attestatsiyadan o'tishim kerak. Banisada sizni ko'rib, banisada videoyingizni ko'rdimda keldim yoningizga. Agar shu safar attestatsiyadan o'ta olmasam, bo'ldi, men bu sohadan ketaman deganlar. Opa, sizda nima muammo? Men sizga havas qilardim deganimda,
necha marta bordim attestatsiyaga, lekin o'ta olmadim. Agar shu safar ham o'ta olmasam bo'ldi. Bu men uchun oxirgi imkoniyat deganlar. Bo'ldi deganman, o'sha sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan usul va texnikalardan foydalangan holda ular bilan tayyorlanganmiz va attestatsiya kuni aniq bo'lgandan keyin telefon qilyaptilar, attestatsiyaga ketyapman, men duo qilib qo'ying. Ha, omadingizni bersin, o'tasiz. Lekin bu men uchun oxirgi shans. Agar shu safar ham o'ta olmasam bo'ldi, men arizamni yozib ketaman deganlar. Yo'q deganman, siz aniq o'tasiz deganman. Attestatsiyaga borib o'zlari kutgandan ham yuqori natija qilganlar. Agar hozir shuni videosini topsak, qo'yib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Aytmoqchi bo'lganim, siz maktabda eng zo'r ustozsiz, lekin attestatsiyadan o'ta olmaysiz. Aksariyat ustozlarimizning muammosi bilmasligida emas, bilishga intilmaslik. Ular o'zim zo'rman deyshadi, hamma narsani bilaman deyshadi. Lekin yillar davomida yangilikka ochiq bo'lmaganliklari sababli xato ma'lumotlarni o'zlarida yig'ib yurgan bo'ladilar-da. Shunaqa ustozlardan so'rayman-da, masalan, bitta mavzuni o'tayotgan bo'lsam, keyin bitta ustoz nimadir deb qoladi. Ha, nimaga shunday desam, bilmayman deyshadi. Yo'q, bilmayman yechim bo'la olmaydi. Har bir narsaning yechimi asosi bo'ladi-da. Eng yomon tomon, eng achinarli tomoni ustozlarimiz o'zi olgan, o'zi o'rgangan o'sha o'zlarida qotib qolgan xato ma'lumotlarni o'quvchilarga ham o'rgatishadi. Va o'quvchilar ham mana shu xato ma'lumotni o'rganishadi-da. Demak, men xohlaydigan yana bitta narsa, biz ta'limni rivojlantiramiz deymiz-ku. Ta'limi rivojlangan davlatgina dunyo miqyosiga chiqa oladi. Ta'limni rivojlantirish uchun o'quvchi bilimli bo'lishi, eng avvalo o'qituvchi bilimli bo'lishi kerak. Har qanday bilimli o'qituvchining o'quvchilar haqiqatda bilimli bo'ladi. O'sha fanning tub mohiyatini bilmasdan noto'g'ri ma'lumot beryapsizmi? Demak, o'quvchilaringiz o'sha fandan no'noqligicha qolaveradi. Ya'ni bo'shliq bo'lib qolaveradi. Demak, ustozjonlar, imtihonda yuqori natija qilish uchun eng muhim narsa bu qadam-ba-qadam harakat qilish. Xo'sh, birinchi qadamni nimadan boshlashimiz kerak? Siz tasavvur qiling, 70% ustama olmoqchisiz, 90+ ball yig'moqchisiz. Bu uchun eng birinchi narsa siz hozirgi ayni damdagi darajangizni, bilimingizni bilib olishingiz kerak. Bu uchun nima qilamiz? Hozir testlar juda ham ko'p, to'g'rimi? Keling siz oddiy, ya'ni oson darajadagi, o'rta darajadagi, qiyin darajadagi 10 ta test olingda yechib ko'ring. Ana unda sizning natijangiz chiqadi, aniq real natijangiz chiqadi. Yoki bo'lmasa, ayni damni o'zida, hozir o'zida siz bilan bir nechta savollar beraman. Shu savollarga javob berish orqali darajangizni aniqlab olishingiz mumkin. Tayyor bo'lsangiz, iloji bo'lsa daftar ruchka olib o'tirsangiz ham juda ham zo'r bo'lardi. Xo'p, qarang. Birinchi savol. Konstitutsiya so'zimiz bor-ku, konstitutsiya so'zini ko'pchilik bo'g'inga ko'chirishda xatoga yo'l qo'yishadi. Ya'ni bo'g'inga ajratish bor, bo'g'in ko'chirish bor, to'g'rimi? Shu so'zni bo'g'inga ko'chirganimizda birinchi s bor-ku, konsdagi s. Birinchi bo'g'inda qoladimi? Ikkinchi bo'g'inga o'tadimi? Javobingizni yozib qo'ysangiz, oxirida demak izohlab buni to'g'ri-noto'g'riligini bilib olamiz. Ikkinchi savol. Men, sen olmoshlar bor, to'g'rimi? Bu olmoshlarimizga ni, ning, niki qo'shimchalari qo'shilganda tosh tush hodisasi ro'y beradi. Xo'sh, mana shu olmoshlarga tosh tushganda asosdagi tosh tushadimi yoki qo'shimchadagi tosh tushadimi? Barchangiz bilasiz buni. Mana mening, seni, meniki deymiz. Bitta ne yo'q. O'sha yo'q ne asosdan tushganmi yoki qo'shimchadan tushganmi? Yoki bo'lmasa, leksika ona tili fani bo'limlardan iborat. Bo'limlarimiz, ya'ni fonetika, leksikologiya, morfologiya, sintaks, to'g'rimi? Leksikologiya bo'limi nimani o'rganadi? To'g'ri, hozir siz bittada so'zning atash ma'nosini deyishingiz mumkin. To'g'ri, bu atash ma'noning o'zi nima? Atash ma'noga ega bo'lgan birlik nima? Shundan kelib chiqqan holda leksikologiya nimani o'rganadi? Bitta so'z bilan javob bering, bitta so'z bilan. Keyingisi, bu nechanchi savolim bo'ldi? 3-savol bo'ldi, 4-savol. 4-savol so'z va leksema. Bular bitta narsami yoki ikkita narsami? So'z bilan leksema. Bitta narsami, ikkita narsami? Demak, buni ham yozib qo'ying. Keyingi savol, bu nechanchisi bo'ldi? 4-si bo'ldi, 5-savolimiz. Bilimdonlik so'z bor, har doim attestatsiyalarda tushadi, ustozlarimiz xato qilib chiqishadi. Bilimdonlik so'zining asosi qaysi? Yasalish asosi qaysi? Yoki ikkalasi bitta narsami? Bunga ham javobingizni yozib qo'ying. Demak, bilimdonlik so'zining asosi va yasalish asosini so'radim sizdan.
Va juda ham ko'pchilik o'sha yasama so'zlarda xatoga yo'l qo'yiladi. Attestatsiyada har doim attestatsiyada shu muammo borda ustozlarimizda. Shunday ekan, men sizga hozir bir nechta so'zlarni aytaman. O'sha so'zlardan sodda, ya'ni tub va yasamasini ajratib olasizlar. Qaysi tub, qaysi yasama. Xo'p, bu so'zlarimizga keling. Birinchi, masalan, kelin so'zini olaylik. Kelin so'zi tubmi, yasamami? Yoki boshqar. Boshqar so'zi tubmi, yasamami? Savala so'zi tubmi, yasamami? Yoki bo'lmasa, keling, so'lim so'zini olaylik. So'lim tubmi, yasamami? Qula. Mana 5 ta so'z aytdim men sizga. Adashmasam, kelin dedim, boshqar dedim, savala dedim, so'lim dedim, qula dedim. Mana shu 5 ta so'zdan nechtasi yasama, nechtasi tub so'z. Demak, mana shu savollarga javob yozgan bo'lishingiz kerak. Hamma javob yozib oldi deb o'ylayman. Demak, siz javobingizni yozgan bo'lsangiz, endi men sizga to'g'ri javoblarni aytaman. Ya'ni, birinchi savolim Konstitutsiya so'zidagi se qaysi bo'g'inda qoladi degandan, har bir narsaning asosi borda, ona tili asosiy o'sha qoidalarga bo'ysunadi va faqat biz uni to'g'ri qo'llay olishimiz kerak. Imlo qoidalarining bo'g'in ko'chirish qoidalariga ko'ra, o'zlashgan so'zlarning bo'g'in chegarasida 3 ta undosh kelsa, ya'ni bunda NST kelyapti. 3 ta undosh kelganda bitta undosh birinchi satrda qoladi. 2 ta undosh keyingi satrga o'tadi degan qoida bor. Unga ko'ra, demak, konstitutsiya so'zida kon birinchi satrda, stitutsiya ikkinchi satrga o'tadi. Demak, se ikkinchi satrga o'tar ekan. Ikkinchi savolim, mening, seni so'zlardagi tosh tushi asosdami, qo'shimchadami? Bu ham bizga o'sha imlo qoidalarimizda yozib qo'yilgan. Asos va qo'shimchalar imlosida men, sen olmoshlariga ni, ning, niki qo'shimchalari qo'shilganda qo'shimchadagi ne tushadi. Asosdagi emas. Qo'shimchadagi ne tovushi tushadi. Keyingisi, leksikologiya nimani o'rganadi degan savolimga. So'zning atash ma'nosi, ya'ni atash ma'nosiga ega bo'lgan birlik bu leksema. Demak, leksikologiya leksemani o'rganar ekan. O'z-o'zidan keyingi savolimizning javobi so'z va leksema bu bitta narsa emas. Bir-biridan farq qiladi. So'z atash ma'nosiga ega bo'lgan birlikning grammatik jihatdan shakllangani. Masalan, Gulzor desak, tarkibida so'z yasovchi qo'shimchasi mavjud bo'lgan bu leksema, Gulzorda deb bittagina shakl yasovchi qo'shimcha qo'shdik, bu so'zga aylanadi. O'z-o'zidan lug'atlarda bosh birlik sifatida leksema keladi. So'z emas. Demak, so'z bilan leksema butunlay boshqa narsa ekan. Keyingi savolimiz, adashmasam, bilimdonlik so'zining asosi va yasashga asosini aytdim. Har qanday tarkibida 2 yoki 3 ta so'z yasovchisi mavjud bo'lgan so'zlarning yasalish asosi eng oxirgi so'z yasovchidan oldingi qism. Demak, bilimdonlik so'zida lik bu yasovchi vosita, bilimdon yasashga asos. Demak, yasalish asosi bilimdon ekan, asosi bil. Ko'rib turganingizdek, bu ikkalasi butunlay boshqa narsa. Demak, yasama so'zlarda doimo xatoga yo'l qo'yamiz. Yuqorida aytgan 5 ta yasama so'zimdan qaysilari tub, qaysilari yasama. Kelin yasama, e'tiroz bildirmang. Kelin yasama, men sizga buni isbotlab bera olaman. Boshqar yasama, bu ham xuddi shunday. Boshqar demak, bosh asosdan boshqarmoq fe'l yasalgan. So'lim tub so'z. Chunki so'lmoq so'zning so'limga aloqasi yo'q. Har qanday yasama so'zning asosga bevosita aloqasi bo'ladi. Savala tub so'z. Nega? Chunki fe'ldan fe'l yasalmaydi. Qo'shimcha qo'shish orqali biz fe'ldan fe'l yasalmaymiz. Qula bu ham tub so'z. Ko'rib turganingizdek 5 ta bergan so'zimdan 2 ta yasama, 3 tasi tub so'z ekan. Xo'sh, ana endi siz bilimingizni belgilab olishingiz mumkin. Agar siz mana shu 6 ta savoldan 5 ta 6 tasiga javob bergan bo'lsangiz, super. Bilimingiz zo'r. Faqat adabiyotni o'qib olsangiz natija qila olasiz. Agar siz 3 ta 4 tasiga javob bergan bo'lsangiz, ozgina harakat qiling ustozjon. O'sha bizning tizimimiz sizga aynan o'rgatmoqchi bo'lgan tizim orqali harakat qilsangiz, super natijaga erishasiz. O'zingiz kutgan o'sha 70% ustama cho'ntakda deyavering. Agar siz bitta yoki 2 tasiga to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, ahvol og'ir. Endi
o'qimasangiz bo'lmaydi ustozjon. Bu bilim bilan agar siz o'quvchilarga ta'lim berayotgan bo'lsangiz, o'sha o'quvchilarga ham noto'g'ri bilim beryapsiz-da. Shunday ekan o'qishimiz kerak. Davlat bizga berayotgan mana bu imkoniyatlardan foydalanib siz zo'r o'qituvchi bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Bu uchun darsimizni oxirigacha ko'ring. Kursimda o'qigan ustozlarning izohidan aytaman-da, bitta ustozimiz borda, yaqinda yozdi o'sha izoh, hozir agar o'sha izohni topsam, nima har doim deydi attestatsiyaga boraman deydi, attestatsiyadan o'ta olmayman deydi, attestatsiyani aybdor qilaman, test to'liqlarni aybdor qilaman, xato tuzgan, testi xato, u xato, bu xato deb doim ularni aybdor qilaman. Ustoz sizni kursingizda o'qigandan keyin ayb o'zimda ekanligini bildim. Aslida bu narsalar men oddiy deb o'ylagan narsalar aslida bilmas ekanman. Muhimi o'sha men bu kursda o'qib eng birinchi olgan narsam bilimim o'sdi deyshadi-da. Shunday ekan siz o'zim zo'rman, o'zim bilaman deb o'tirgan bo'lsangiz, mana bu savollarga javob berish orqali bemalol darajangizni bilib olishingiz mumkin. Ustozlarning fikrlarini o'qib o'zim maza qilaman. Borki ustoz deydi yozganda 3 yil abituriyentlikda tayyorlanganman deydi. Abituriyent bo'lganman. 4 yil institut o'qiganman deydi. Mana maktabda ishlayotganimga ham 5 yil bo'ladi deydi. 12 yildan beri o'rganmagan bilimlarimni mana shu sizni kursingizda o'qib o'rgandim deydi. Aytmoqchi bo'lganim ustozlar o'zini bilimining qanchalik darajada ekanligini tan olishyapti. Demak, shunday ekan, bilmaslik ayb emas, bilishga intilmaslik eng katta xato. Eng katta bizning o'sha aybimiz, kamchiligimiz mana shu. Bilishga intilmaslik xolos. Hozirgi zamonaviy ustozlar uchun talablar, imkoniyatlar davrida masalan, talab qilgandan ko'ra imkoniyat ko'p. Bir paytlar men bu imkoniyatlarni orzu qilganman. Qachon men oliy toifali bo'laman, qachon men shunaqa imkoniyatlarga ega bo'laman debda, u paytda masalan bitta toifadan ikkinchi toifaga o'tish uchun 5 yil kerak bo'lardi. Hozir siz bemalol qisqa muddat ichida oliy toifa ham ola olasiz, 70 ustama ham ola olasiz. Bu uchun faqat ishlash kerak, harakat qilish kerak. Yangi darsliklar bilan, yangiliklar bilan tanishib borish kerak. Mana shu yangi darsliklarga nima uchun men urg'u beryapman? Ko'pchilik ustozlarimizda mana shu yangi darslik bilan ishlamaslikda ham bo'shliqlar ko'pda. Keling, hozir shuni ham bitta siz bilan nima qilib o'taylik, ko'rib o'taylik. Yangi darsliklarning eng muhim jihati bu lug'atlar, so'zlarning ma'nolari. Men sizga hozir vaqtga qo'yaman-da, o'sha so'zlar aytaman. Siz daftaringizga shu so'zlarning izohini yozib keting, yoniga yozib keting, o'sha vaqtga qo'yib. Shu vaqt orasida siz nechta so'zning izohini to'g'ri topa olasiz. Bu yangi darsliklar bilan qanchalik ishlashingizni baholab bera olamiz. Demak, tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Xo'p, birinchi viveska. Eshiting. Viveska. Ma'nosi nima? Bu attestatsiyada tushayotgan savollardan. Ikkinchisi sabiylik. Sabiylik deylik. Sabiylik. Ma'nosi nima? Sabiylik so'zining ma'nosi nima? Uchinchi, zaf. Tutuq belgisi bor. Zadan keyin tutuq belgisi bor. Zaf. Ma'nosini yozib keting. Qani nechtasini to'g'ri topa oldingiz? Keyingisi, to'rtinchisi, tegra. Tegra so'zining ma'nosini yozamiz. Beshinchisi, tegru. Bu bitta so'z emas, aytib qo'ying. Ma'nosini yozib keting. Oltinchisi, ilkis. Bu so'zlar yangi darsliklarda berilayotgan so'zlar. Bularning ma'nolarini bilmay turib, o'rganmay turib, siz attestatsiyadan bilmadim, endi qanday qilib natija qilmoqchisiz. Yettinchisi, keli. Keli so'zining ma'nosini ham yozamiz. 8, trinka. 9, hashtag. Mana shu yerda hashtag deganda har doim shu so'zni o'qiganimda bitta nima deydi, o'zim hayotim esimga tushadi. Temuriylar maktabiga hujjat topshirganman. Toshkentga ko'chib kelganimdan keyin endi unga imtihonga bordik, testga bordik. Testda men doim testga kirishda adabiyot bilan uncha ko'p shug'ullanmayman. Adabiyotimda xato qilaman degan xadik bo'ladi, ozgina xadik bilan kiraman. Lekin afsuski har doim adabiyotni to'g'ri yechaman, ona tilimda bitta xato qilaman. Bu ham nima uchun? Demak, o'sha yangi darslik bilan ishlamaganim uchun mana shu hashtag so'zni xato qilib chiqqanman. Endi bu nechanchi yil edi? 22mi, 21-yilmi kirganman va o'shanda 40 ta testdan bitta shuni xato qilib 97,5 ballni qo'lga kiritganman. Demak, hashtag so'zining ma'nosini ham yozinglar. Va 10-so'zimiz webinar. Mana men sizga 10 ta so'z aytdim. Vaqt ketdi.
Demak, shu vaqt oralig'ida siz shu 10 ta so'zning izohini yozishingiz kerak bo'ladi. Bu sizning yangi darsliklar bilan qanchalik tanish ekanligingizni bildiradi. Demak, birinchisi, viveska so'zining ma'nosi peshlavha. Peshlavha. Ikkinchisi, sabiylik so'zining ma'nosi yoshlik. Zaaf so'zining ma'nosi quvvatsiz. Tegra so'zining ma'nosi atrof, tevarak. Tegru so'zining ma'nosi qadargacha. Unga qadar, ungacha ma'nosini anglatadi. Ilkis so'zi kutilmaganda, to'satdan degan ma'noni anglatadi. Keli so'zi donyanchg'ich, donyancha degan asbob. Trinka so'zi ust kiyim uchun ipgazlama, ya'ni ust kiyimga qilinadigan. Hashtag so'zi bu yorliq. Yorliq ekan. Men ham bilib, buni xato qilmayman endi qayerga borsam ham. Va 10-inchisi webinar, to'g'ridan to'g'ri mashg'ulot. Xo'sh ustozjon, mana shu 10 ta so'zdan nechtasining izohini to'g'ri topa oldingiz? Bu bevosita sizning o'sha yangi darsliklar bilan qay darajada tanish ekanligingizni baholab beradigan bir oddiy sinov edi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bular hammasi yangi darsliklarda keltirilgan so'zlar va atamalar. Eng qizig'i, bu narsani bilmay turib attestatsiyadan nima qilish, yuqori natija kutish o'zi xato deb o'ylayman. Sizning hozirgi holatingizni aniqlash bo'yicha ikkita so'rovnoma o'tkazdik, savollar berdik. Birinchisi o'sha grammatikaga oid bo'lgan, ikkinchisi yangi darsliklar asosida va bunda tekshirish uchun birinchi siz o'zingiz yechdingiz, ikkinchi men aytgan to'g'ri javoblar bilan tekshirdingiz va uchinchi holatda balingizni yozib oldingiz. Endi o'z holatingizni o'zingiz bilib turibsiz, to'g'rimi? Hozirgi darajangizni bilyapsiz. Tasavvur qiling ustozjon, siz shu darajangiz bilan 90+ ballni ola olasizmi? Yoki 70% ustama ola olasizmi? Demak, siz 70% ustama olayotgan ustozlar qatorida bo'lish uchun albatta nima qilishingiz kerak? Harakat qilishingiz kerak. Birinchi qadamimiz nima edi? Hozirgi darajamizni aniqlash edi. Aniqlab oldik. Endi ikkinchi qadamga qo'yamiz. Ikkinchi qadam bu ikkinchi qadam biz uchun grammatika bazasini shakllantirish. Ona tili o'zbek tili ustozlarida agar grammatika bazasini shakllantirmay turib, biz yuqori natija qila olmaymiz. Buning imkoni yo'q. To'g'ri, adabiyotimiz zo'r bo'lishi mumkin yoki pedagogikamiz zo'r bo'lishi mumkin, matnlarni zo'r yechishimiz mumkin. Lekin hammasi borib grammatikaga taqaladi-da. Shu grammatikada darajamizni zo'r qila olsak, biz kutgandan ham zo'r. Qolganlarni o'rganish qiyin emas. Ko'p eshitganman, tajribamda juda ko'p guvoh bo'lganman. Grammatikada qiynalaman. Yo'q, grammatika ham siz o'ylaganchalik qiyin emas. Uni ham o'qisangiz, uni ham o'sha tizimli ravishda men sizga beradigan usuldan foydalangan holda o'rgansangiz, grammatika aslida oson ekan-ku degan tasavvur paydo bo'ladi. Har qanday ilmiy atamalardan xoli bo'lish kerak-da. Ikkinchisi tushunarli bo'lish kerak. Ya'ni hamma birdek tushuna olish kerak. Men sizga tushuntirgan narsamni siz bittada ilg'ab olishingiz kerak va uni siz ham o'z o'rnida tushuntira olishingiz kerak. Uchinchisi, tez natijaga olib chiqish kerak. Bu qanaqa bo'ladi tez natijaga chiqish? Mana yillar davomida o'qib yurgan narsangiz natija bermayaptimi? Siz 6 oyda, 1 yilda mana shunday qisqa muddatda mana meni kurslarimda o'qiganlar juda ko'p-da. Qaranglar, mutaxassisdan kelib kursimda bahorgi attestatsiyada 2 ga topshiryapti. Kuzgi attestatsiyada 1-toifaga topshiryapti. Uning yonida parallel milliy sertifikat ham olyapti kursimda o'qib. Tasavvur qilyapsizmi? Bahorda keldi, kuzgida ham 1-toifa ham milliy. Bahorgiga kelib topshiryapti, 96 ball bilan oliy toifa. Uning yonida 70% ustama olyapti. 1 yil, 1,5 yilda mutaxassisdan 120% ustama oladigan oliy toifali ustozga aylandi. Demak, tezmi bu? Bu albatta tez imkoniyat, ya'ni tez natija beradi. Amaliyotda qo'llay oladigan. Ko'rib turganingizdek, bu 10 minglab shogirdlarimda amaliyotda men quruq nazariya aytib o'tirish emas. Masalan, nazariyani hamma biladi, lekin uni qo'llay olishchi. Nima uchun amaliyotda qo'llay olish deyman? Men masalan kursimda o'sha usulda foydalanganda testni shunchaki kaltini berib qo'ymayman. Nima uchun to'g'ri? Mana yechyapsiz, lekin nima uchun xato qilganingizni bilmaysiz.
Men shunaqa o'rgatamanki, aynan amaliyotda qilgan xatongizni ko'rasiz va bu xatoni boshqa qilmaysiz. Demak, boya sanab o'tganimdek, eng sizni natijaga olib chiqadigan usul bu qanday bo'lishi kerak? Birinchisi sodda bo'lishi kerak, ikkinchisi tushunarli bo'lishi kerak, uchinchisi tez natijaga olib chiqish kerak va to'rtinchisi amaliyotda qo'lga olish kerak. Bularning hammasi men sizga aytmoqchi bo'lgan, hozirga tushuntirmoqchi bo'lgan tizimimda mujassam va bu allaqachon o'zini oqlab bo'lgan. Eng birinchi bu tizimni o'rganishni boshlagan ustoz o'zida o'sishni ko'radi. Bir hafta, uzog'i 2 haftada. Deydi, men oldin mana bunaqa edim, bu mavzuda qiynalardimmi? Undagi o'zgarish hatto o'quvchilari sezadi. Mana kurslarimda o'qigan ustozlarimiz aytadi-da, ustoz deydi, boshqacha dars o'tyapman deydi. Oldin deydi, qachon shu 45 minut tugar ekan deb qarab o'tirsam deydi, endi darsimni maza qilib o'tyapman deydi. Hatto o'quvchilarim ham aytishadi, ustoz siz boshqacha o'tyapsiz, bizga boshqacha tushuntiryapsiz deb aytishadi. Demak, bu sifat avvalambor o'zida o'sish sezadi. U attestatsiya boshqa narsa emas, eng birinchi o'zida o'sishni his qilish. Ikkinchisi natija. Boya yuqorida aytib o'tganimdek, siz yillar davomida mana bitta narsa aytib ketaman shu yerda. 19 yil ikkinchi toifa bilan yurganda bitta ustoz. Mani kursimda kelgandan keyin boya bahorgida birinchi toifa, kuzgida ikkinchi toifa, bahorga kelib oliy toifa 70% ustama. Ko'ryapsizmi? Bu men sizga aytayotganim bu bo'lish mumkin emas deyishingiz mumkin, lekin bu aniq real hayotda, balkim ehtimol sizning tanishlaringiz, hamkasblaringiz meni kurslarimda o'qib shunaqa natija qilganini guvohi bo'lgandirsiz. Lekin bu real hayotda bo'layotgan aniq natijalarni aytayapman. Bu uchun eng muhimi demak sifat ekan va natija. Natija uchun siz nechidir yilingizni sarflashingiz shart emas. Bilimli insonning eng muhim belgisi bu harakati. Bilimsiz inson yo'q aslida, hamma bilimli. Farqi kimdir harakat qiladi, kimdir menga bo'laveradi deb qolib ketadi. Men shu bo'laveradi degan narsani yomon ko'raman-da, o'sha birinchi institut bitirib ishga borgan paytim o'zimga dars bergan ustozlarim attestatsiyaga o'sha ro'yxatdan o'tish payti men ro'yxatdan o'tmayman, menga siz kerak emas deganlar. Nega deganman? Ikkinchi toifali. Shu bilan pensiyaga chiqsam bo'ldi deganlarda, men hayron qolganman. Men institut tugatib boryapman, men uchun eng muhim narsa bu oliy toifa. O'zimga maqsad qilib qo'yganman, oliy toifaga o'tishim kerak. Ya'ni aytadi-ku, generallikni orzu qilmagan soldat emas deb. Bilmayman, menda shunaqa bo'lgan. Keyin men hayron qolganman. Ustoz deganman, shuncha yillik tajribangiz bor. Endi ular tajribali ustozman deb bizdan ko'p dars olardilar. 2 soatgina dars berib qo'yardilar-da. Shuncha darsingiz bor, o'tsangiz bo'lmaydi. Yo'q, menga bo'laveradi. Shu menga tegmasalar bo'ldi degan. Yo'q. Demak, shunda tushunib yetganman. Menga bo'laveradi deyish bu sizning hayotingizga qo'ygan eng katta to'sig'ingiz. U menga tegmasin, men unga tegmayman deb yashash bilmadim. Buni yashash deyish mumkinmi? Maqsadsiz, harakatsiz. Shu darsga borib kelsam, oylik olsam bo'ldi. Voy, u oylikni 2 barobarga oshirishga harakat qiling, 3 barobarga oshirishga harakat qilmaydimi odam? Masalan, men shunaqaman. U berilyaptimi? Davlat tomonidan imkoniyat berilyaptimi? Albatta uni amalga oshirish kerak. U shu harakat qilish kerak. U shu kurashish kerak. Ularni maktablarida o'qigan, birga ishlaydigan ustozlar hammasi meni kurslarimda o'qigan ekanlar-da. Etapma-etap toifa olib kelayotgan ekanlar. Keyin shunda anaxona ustoz kelganlarida men hayron qolganman. Nimaga keldilar ekan deb o'ylaganman. Keyin men toifaga topshirmoqchiman, sizni kursingizda o'qimoqchiman deganlarda, men ularni pensiyaga chiqqanlar deb o'ylaganman. Keyin o'zim hayratlanganman. Ha mayli deganman. Bemalol o'qishingiz mumkin deganman. Ishoning, bitta men o'sha ayoldan qat'iyatda o'rganganman. Nimaga? Masalan, men ham o'qituvchilarda u ko'z kasalligi, u zirena tushishi tabiiy holat. Masalan, men ham ochkidan foydalanaman. Lekin ular ochkida o'qiy olmasdilar. Lupa bilan o'qiganlar. O'sha dars qilish jarayonlaridan men ko'rganman-da, lupa bilan dars qilganlar. Lupa bilan. Va bahorgi attestatsiyada birinchi toifani olganlar 90+ ball bilan, birinchi toifani olib bo'lganlar kuzgi attestatsiyaga qabulni boshlayapman. Ranaxon opa yana o'qimoqchilarda. Endi sovg'a olib kelganlarga men endi o'tganlar uchun xursand, maktablarda eng yuqori ball bilan o'tdilar. O'zimizda o'sha Yunusobod tumanida ham yuqori ball bilan o'tdilar-da. Xursand kelganlarga, o'tganlarga xursand, menga sovg'a olib kelibdilar. Endi aytadi-ku, do'sting bir pichong'oq bilan siylasa ham, u narsa-ku, odam ko'ngli ko'tariladi-ku. Xursand bo'lganman. Keyin iymanibgina hech esimdan chiqmaydi o'sha holatlar. Men sizni kursingizda yana o'qimoqchiman deganlarda hayron qolganman. Deganman, oldingiz-ku mana birinchi toifangiz. Siz
Aytgansiz-ku, men 13 yil oliy toifa uchun harakat qilganman degansiz. U paytda mana 5 yil bo'lsa, hozir imkoniyat bor-ku, shu kuzgiga ham tayyorlaning, meniga ham oliy toifa armon bo'lmasin deganlar. Bo'ldi deganman. Tayyorlaning, siz olasiz deganman. Chunki ulardagi bilim zo'r. Men yana bitta narsaga hayron qolaman-da, haqiqatda bilimlari zo'r edi. Oralaringizda bilimli ustozlarimiz juda ko'p. U bilimni qo'llay olmaganlar, bilimni ishlata olmaganlar. Ranopaning bilimiga men qo'l qo'yganman. Lekin uni qanday qilib amaliyotda qo'llashni bilmaganlar. Kuzgi attestatsiyagacha tayyorlandik. Kuzgi attestatsiyada 90, aniq eslolmayman, 90+ ball. Hozir masalan 92 yoki 94 desam xato ketib qolishi mumkin, nima qilaman? 90 dan yuqori ball olib oliy toifani olganlar va eng quvonarli tomoni maktablarida yagona oliy toifali ustoz bo'lganlar. Keyin kelyaptilar shunaqa ulardagi hayajonni men hozir tasvirlab bera olmayman. Nega? Shuncha yillar davomida masalan maktablarimizda bo'ladi-ku, bilimli bo'lsa ham mana chekkalarda imanibgina yuradigan ustozlarimiz bo'ladi-ku, o'z bor yo'qligini bildirmay yuradigan ustozlarimiz bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa ustozlarda, ularning tabiati shunaqa. Oliy toifani olganlardan keyin direktorlari katta majlisda o'sha petkinga nimada ularni nima qilib ko'rsatganlar. Mana 62 yoshda maktabimizdagi yagona oliy toifa ustoz bo'ldi deb nima qilganlardan keyin aytayaptilar. Siz tufayli maktabda meni borligimni sezdishdi. Siz tufayli maktabda meni o'rnim borligini bildim deb aytdilar. Shunda men o'shanda o'ylaganman, demak men to'g'ri yo'ldaman. Yoshning ahamiyati yo'q. Men aytayotgandek, yuqorida aytgandek, siz necha yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar yoshning ahamiyati yo'q. Muhimi to'g'ri qaror qabul qilib, to'g'ri harakatlanish kerak. Shunda inson necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar taslim bo'lmasligi kerakligini tushunib yetganman. Masalan, men o'zimga ham nima qilganman-da, endi shuncha narsalar qildim, mana 50 yoshda, 60 yoshda o'qilaman deb o'zimcha nima qilganman? Yo'q, beshikdan qabrgacha ilm izlash kerak ekan. Ilm bizni eng yuksaltiradigan, hayotimizga yorug'lik olib kiradigan, unga mazmun beradigan yagona narsa bu ilm. Men boshqa hech narsada ko'rmadim. Shunaqa puldor, shunaqa nimalar odamlarni ko'ryapman. U o'tkinchi narsa, boylik, xoy-havas hammasi o'tkinchi narsa. Faqat bilim sizni jamiyatdagi o'rningizni ham, hayotdagi mavqeingizni ham, u kelajakdagi topadigan umuman obro'yingizni ham hammasini bilimingiz belgilab berar ekan. Ko'rib turganingizdek 62 yoshgacha bilimli ustozimiz bor yo'qligi bilinmasdan ishlagan maktablarda bitta oliy toifani olganlardan keyin hamma birdan e'tirof etyapti. Bu qanaqa baxt? Siz o'zingizga qanaqa to'siqlarni qo'yib o'tiribsiz? O'sha Buxorodagi, o'sha o'zim o'qigan maktabdagi, o'zimni o'qitgan ustozim menga bo'laveradi, men attestatsiyaga bormayman deganlarda, keyin mana majburiy attestatsiya 5 yil-ku. Har 5 yilda mana institut bitirib keldingiz, 3 yilda siz 2 toifaga topshirdingiz. Keyin bo'ldi, 2 toifa olib oldim. Bo'ldi, menga bo'laveradi deb, keyin 5 yildan keyin 1 toifa oldingiz. Necha yil ketdi? 8 yil ketdimi? Endi 1 toifa olib oldim. Menga gapirmasinlar deb majburiy yana 5 yildan keyin oliy toifa oldingiz. Mayli, olsangiz unda ham. 13 yil umringiz ketyapti oliy toifa olish uchun. Oddiy ustoz harakat qilmadigan ustozning mana shu 13 yil umri ketyapti. Lekin maxsus tizim orqali o'qigan ustozchi, siz shu yillar davomida nafaqat yilingiz, katta mablag'ingizni yo'qotyapsiz. Nega deysizmi? Qarang, 1,5 yilda u oliy toifali ustoz bo'lib 70% ustama olganda oylik daromadi qancha bo'lyapti? Oddiy hisob kitob qilib ko'ring. Siz 15 yilda o'sha daromadga chiqyapsiz. Orada mayli 13 yilni hisoblaylik. 13 yil qancha mablag' yo'qotyapsiz? Siz nafaqat yilingizni, mablag'ingizni yo'qotyapsiz. U mablag'ni nimaga sarflashingiz mumkin? Demak, 13 yilda siz qancha pul yo'qotasiz? 375 million pul yo'qotasiz. Shu puldan quruq qolasiz, bo'ldi. Buni hech kim sizga shunchaki berib qo'ymaydi. Siz to'g'ri yondashuv orqali, demak, mana shuncha narsani o'zingizda olishingiz mumkin bo'ladi. Bu aytayotgan tizimim deyarli imkonsiz. To'g'ri, qanday qilib deyishingiz mumkin? Ha, lekin bu amalga oshirayotgan, masga aytayotgan real voqeliklar, real natijalarni sizga gapirib beryapman. Vaqt taqsimoti nima? Agar siz oiladagi vaqt ajratadigan vaqtingiz bilan bu tizimga ajratadigan vaqtingiz aralashib ketadigan bo'lsa, natija qila olmaysiz. Uchinchisi nazorat. Nazorat bo'lmagan joyda natija bo'lmaydi.
ya'ni har qanday narsani nazoratda bo'lsa, siz demak shuni o'qishim kerak ekan, shu narsani qilishim kerak ekan degan fikr bo'ladi. O'zingiz uchun o'qimasangiz ham o'sha nazorat uchun o'qiysiz. Nazorat uchun o'qiganingizdan keyin albatta bu o'z natijasini beradi. O'sha tizim rejasini qurib olishingiz kerak bo'ladi. Bu reja nima uchun kerak? Sizni qisqa vaqtda o'sha 1 yil, 1,5 yilda maksimal natijaga olib chiqish uchun reja qilinadi. Bu ketma-ketlikda amalga oshiriladi va bu rejalarni qadamma-qadam bosib o'tsangiz, siz ham o'sha natijaga chiqa olasiz. Ustozlar asosan nima uchun o'zgarishga harakat qilishadi? Masalan, men ustozlarning dardi bilan, ustozlarning tashvishi bilan yashayman desam ham bo'ladi-da. Birinchi o'rinda ustozlarimiz daromadni oshirishni xohlashadi. Chunki mana boshqa ishlarni qilib ko'radi. Shu yerda bitta narsani aytib ketaman. Kurslarimda bitta erkak o'qituvchi, 50 yoshdagi erkak o'qituvchi o'qigan. Va kuzgi imtihonlardan keyin menga yozyaptilar. O'qiyotganlarni bilardim, kurslarimda o'qiyotganlarni bilardim. Ustoz dedilar, mana sizni kursingizda o'qish uchun men juda katta tavakkal qilganman dedilar-da. Keyin men endi boshini o'qidim-ku, hali oxirini o'qiganim yo'q. Shunda, "Voy, men aytdim, siz dedim, o'ta olmabdi-da" dedim. Keyin oxirini o'sha o'qib doston yozganlarda o'qib boryapman. Har yil dedilar, yozgi ta'tilda ustozlarning ta'til bor, bilasizlar, yozda ta'til paytida Rossiyaga ketardim. Ro'zg'or boqish uchun, oilani o'tkazish uchun, bolalarim yetishyapti, ularni o'qitishim kerak, uylantirishim kerak, shu uchun qo'shimcha ish uchun Rossiyaga ketardim. O'tgan yil yozda men o'zimga shunaqa qaror qabul qildimki, bo'ldi, Rossiyaga ketmayman shu safar. Olgan ta'til pulimdan mana shu kursga to'lov qilaman deb o'qiyman. Mana shu qarorni qabul qildim. Ishoning, 50 yoshgacha o'qituvchilik kasbimdan faqat nafratlanib yashaganman dedi. Erkak kishi ro'zg'or boqa olmayman bu kasb bilan deb faqat qo'shimcha ish qilardim. Rossiyaga ketmagan paytim qo'shnimni kerak bo'lsa moliga chaqirganman, ustachilik qilganman, qanaqa ish bo'lsa ham ish qilganman dedi. Sizni kursingizda o'qigandan keyin kuzgida men toifadan o'tdim, bahorgida yana toifa oldim. Mana hozir milliy sertifikat 70% ustama olyapman. Ustoz, ishoning, 50 yoshga kirganimda o'z kasbim bilan faxrlandim. Endi men o'ylayapman, oylik bilan ham bemalol o'zi uchun ham vaqt ajratsa bo'lishini, o'zi uchun ham mablag' ajratsa bo'lishini endi tushunib yetdim, deyapti. Ya'ni birinchi marta deyapti, ayolim bilan o'zimiz mustaqil o'zimizga vaqt ajratib davolanishga bordik, dam olishga bordik dedi. Ko'ryapsizmi? Siz tanlovning erta kechi yo'q. U tanlovni hozir qabul qilish kerak. Aytmoqchi bo'lganim, 50 yoshga kirganda ustozda qanaqadir o'zgacha qobiliyat shakllanib qolmagan. U ustoz o'sha yozayotganlarni o'qidimda, oxirida keyin yozganlar, ustoz iltimos katta kanalingizga chiqarmang, chunki mana bu natijalarimni ko'rgandan keyin hamma kursdoshlarim ham, kasbdoshlarim hammasi sizning kanalingizga ulanib olgan degan. Demak, muhimi bu yerda necha yillar davomida qilingan xatolar, o'zi tayyorlangan, necha marta topshirgan noto'g'ri yo'nalishlar bo'yicha ular ham onlayn kurslarda o'qigan. Aytadilar, nechta onlayn kurslarda o'qiganman deyapti. O'zgarish bo'lmagan. Demak, eng to'g'risi, demak, aynan ishlaydigan usul va tizim orqali o'qish natijasida mana 50 yoshda shu natijani qila oldilar. Hayotlarini o'zgartira oldilar. Endi deyaptilar, bo'ldi, men boshqa Rossiyaga ham ketmayman deyaptilar. Boshqa qo'shimcha ish ham qilmayman, oyligim, ustamalarim o'zimga yetib ortadi deyaptilar. Ko'ryapsizmi, hayot qanchalik o'zgarishi mumkin. Birinchi maqsad daromadni oshirish bo'lsa, daromadingizni bemalol oshira olasiz. Faqat o'sha men aytayotgan usul va tizim sizni 100% natijaga olib chiqa oladi. Ikkinchisi, jamoa orasida mavqega ega bo'lish. Jamoa orasida mavqega egish bu nima? Albatta xohlaysizmi, yo'qmi? Toifasi yo'q ustoz bilan oliy toifali ustozning jamoadagi obro'yi, mavqei yer bilan osmoncha. Direktoringiz ham boshqacha munosabat qiladi. Masalan, men o'zim Buxorodan Toshkentga kelganimda men ishga kirgan maktabimda 3 ta oliy toifali o'qituvchi bor ekan. Men 4-chi bo'lib kirganman. Hamma yov qarash bilan qaragan, u Buxoroda oliy toifa olib kelibdi, boshqa yo'l bilan olib kelgan deb. Keyin direktorimiz har majlisda aytardi, mana oliy toifali o'qituvchi deb har doim ta'kidlab, boshqacha nima qilardi. Qolgan u o'sha maktabda necha yillar davomida ishlayotgan ustozlarimiz bilmasa menga g'ayr ko'z bilan qarashardi. Bunga boshqacha munosabatda bo'lyapti deb. Demak, toifangiz yuqori bo'ldimi, obro'yingiz ham shunga yarasha oshadi. Demak, bu ikkinchi faktor bo'lsa, uchinchisi, o'z kasbida eng zo'r bo'lish. Mana bu narsa nima bilasizlar? Buni his qilgan o'qituvchi yayraydi. O'z kasbida eng zo'r bo'lish. Men doim aytaman, siz eng zo'r bo'ling, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Nima uchun?
Siz o'z kasbingizda eng zo'ri bo'lish uchun shu fanning tub mohiyatini o'rgandingizmi? Endi siz uchun oldin e'tiborsiz qaragan, voy, o'qiysizda, essiz oldin shu narsani xato qilgan ekanman deysiz. Shu narsani o'quvchiga xato o'rgatgan ekanman deysiz. O'rganyapsiz, o'syapsiz, o'zingiz kasbingizda eng zo'ri bo'ldingiz. Endi siz bu darajaga qoyil bo'lmaysiz va sizda 4-maqsad paydo bo'ladi. 4-maqsad endi bu 120%, 70% ustavadan tashqari yana qo'shimcha repetitorlik qilgisi keladi. Nega? Xohlaysizmi, yo'qmi? Bilimni zo'r ustoz o'quvchiga zo'r bilim beradi. Darsi 45 minutda yayrab o'tadi. Siz 45 minut darsni maza qilib o'tganingizdan keyin u guruhda o'tirgan o'sha 30 ta, 25 ta o'quvchi bor-ku, ulardan qaysidir ona tili o'qish kerak baribir. Ona tildan milliy sertifikat kerak bo'ladi, ona tildan olimpiadaga topshirmoqchi bo'ladi, institutga topshirmoqchi bo'ladi. Sizdagi bilimni ko'radi-ku o'quvchi, aytadi, ustoz deydi, keling meni tayyorlang deydi. Siz bitta zo'r maslahat beraman, shu boshida bepulga tayyorlang, 2 ta, 3 tani bepulga tayyorlang. Sidqidildan o'zingiz fanningizni zo'r bildingiz-ku, sidqidildan astoydil dars o'ting. U bitta, 2 ta, 10 ta bo'ladi, 10 ta, 15 ta bo'ladi. Qarabsizki, mana sizga yana qo'shimcha daromad, repetitorlikning orqasidan qo'shimcha nima deydi? Foyda. Buni ayniqsa o'sha chekka qishloqlardagi ustozlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Nega? O'zim aytaman-ku, chekka qishloqda o'qituvchilikka qo'shimcha daromad deb mol ham boqqanman, kerak bo'lsa qo'y ham boqqanman, tovuq boqqanman, tuxum qilsin deb qishloq xo'jaligiga yerda ekin ekkanman, paxta terganman, hammasini qilib ko'rganman. Ishoning, hammasini yig'ishtirib qo'yasiz. Hammasini yig'ishtirib qo'yasiz, bor fokusingiz bilan mana shu sohaga, mana shu tizim, mana shu usulga kiring. Sizga hech narsa kerak emas bo'ladi. Chunki shuning o'zi siz ana mol boqib, qo'y boqib, tovuq boqib topayotgan daromadingizdan ko'ra ko'proq daromad olib keladi. Ko'rib turganingizdek, bu faqat aytib qo'yganimdek hozir yoki hech qachon tanlovni o'zingiz qabul qilishingiz kerak. Sizga aytayotgan bu ustozimda ham o'zgacha qobiliyati bo'lmagan yoki tug'ma talant yoki super kuchi bo'lmagan. Men sizga aytmoqchi bo'lgan hozirgi o'rgatayotgan usulim, tizimimdan foydalangan holda shu natijaga chiqa olganlar. Demak, shu aytayotgan hozirgi tizimim orqali siz ham balki undan ham yuqori natija qilishingiz mumkin. O'rganishning eng yaxshi usuli o'rgatishdir. Yuqorida bekorga men o'quvchi tanlang demadim, o'quvchi tayyorlang demadim. Siz qaysidir mavzuda qiynalyapsiz. To'g'ri, grammatikamizda qiyin mavzular bor. O'sha mavzuni to'siq qilib olasizda, men shu mavzuda qiynalaman, o'qimayman deb. Yo'q, o'sha mavzuni siz o'zingiz uchun emas, o'sha o'quvchiga o'rgatish uchun o'rganing. Ertaga o'quvchiga o'rgatish uchun harakat qilsangiz, ana unda siz bu mavzuda mutlaqo muammo qoldirmaysiz. Demak, o'rganishning eng yaxshi usuli bu o'rgatish. O'rgatish davomida aslida siz uchun qiyin degan mavzuning qanchalik oson ekanligini o'zingiz bilib olasiz. Amalda ishlatilmagan bilim nazariyaligicha qolaveradi. Amalda ishlatilmagan bilim nazariyaligicha qolaveradi. Nazariyani amaliyotda qo'llashning yagona usuli, eng zo'r usuli, demak, o'rgatish. O'rganish emas, o'rgatish. Buni sizdan chiqarmang. Bu juda eng muhim jihatlardan biri. Va sizlar bilan o'sha samarali tizimimizning 5-qadamiga yetib keldik. 5-qadam bu nima? 5-qadam diqqatni rivojlantirish. Bu nima uchun kerak? Siz shu sohaga kirdingiz, shu sohada muvaffaqiyatga erishmoqchisiz, lekin fikringiz boshqa joyda-da. Diqqatni rivojlantirish nima uchun kerak? Eng birinchi o'rinda diqqatni jamlay olmaslik bu juda ko'p muammolarga olib keladi. Birinchi muammo ish unumdorligining keskin pasayishi. Ya'ni agar siz shu ishga diqqatingizni bermayapsizmi, demak natija siz kutgandek bo'lmaydi. Ikkinchi muammo ko'p xatolar va takroriy tuzatishlar. Buni men juda ko'p aytaman-da ustozlarga. Masalan, shu mavzuni o'tayotganda diqqat shu mavzuda bo'lmadimi? Boshqa joyda bo'ldimi? Shu mavzu bo'yicha testda xato qilaveradi-da. Takror xato qilaveradi. Nega? Chunki mavzu o'tilayotganda xayol uni ovsinida bo'lgan yoki xayoli qaynopasida bo'lgan. Mana shunaqa tashvishlar bilan chalg'idingizmi, diqqatni chalg'itdingizmi, demak, bu xatoga takror yo'l qo'yaverasiz. Va uchinchisi, yodda saqlash va esda qolish qiyinlashadi. Nega qiyinlashadi? Chunki siz uni o'qiyotgan paytingizda u ma'lumot emas, esingizda boshqa ma'lumot bo'ladi. Shuning uchun, masalan, adabiyotda juda ham kerak bu narsa. Adabiyotda bilasizlar, o'sha shoirlar, yozuvchilar hayot va ijodini o'rganayotganda biz ularning asarlarining mohiyatini o'rganishimiz kerak-da. Agar siz shuni diqqat bilan o'qimas ekansiz, bu narsa butunlay amaliyotda sizga natija bermaydi.
Vaqtni rejalashtirish va boshqara olish samaradorligi. Nimaga diqqatni jamlash vaqtni rejalashtirishga bog'liq. O'zi men yuqorida sanab o'tgan barcha qadamlarimning hammasi mana shu diqqatni jamlashga bog'liq taqaladi. Nega? Agar siz vaqtni to'g'ri rejalashtirmasdan harakat qiladigan bo'lsangiz, bu natija bermaydi. Siz 1 soat shu bugun dars qilish uchun ajratdingizmi? O'sha 1 soatda bo'ldi, hech narsaga chalg'imang. Bolalaringizni tinchlantirib, hamma ishingizni qilib bo'lib, keyin dars qilishga o'tirdingizmi? Endi dars qilishga o'tirdim deysizda, telefonda o'tirib olib, nima qilasiz? Qarindoshlar gruppasiga o'tirib olib, falonchaning gapini. Yo'q, bu sizning dars qilish vaqtingiz emas. Bu vaqtni uje taqsimlab tashladingiz siz. Vaqtni yo'qotdingiz siz. Dars qilish uchun astoydil 1 soat o'tiring, bo'ldi, mana shuni o'zi yetadi. Qaror qabul qilishning suslashishi. Bu nimada ko'rinadi? Bu test yechayotganingizda, ayniqsa attestatsiya jarayonida ustozlarda ko'p kuzatiladi. Test o'qiydi, ikkilanadi, qaror qabul qila olmaydi. Bo'lmadi. Nega qaror qabul qila olmaysiz? Bilasizmi? Chunki siz shu mavzuni o'qiyotganingizda diqqatingiz boshqa joyda bo'lganda, agar diqqat bilan o'qiganingizda bittada belgilardingiz. Masalan, men testlarni hech qachon yarim soat test yechmaganman. Qanaqa imtihonga kirishimdan qat'iy nazar 15-20 minutda yechganman. Jaborsa 20 minutda yechganman-da. Chunki o'sha mavzuni o'qiyotganda diqqatim shu mavzuda bo'ladi. Siz o'qiyotgan narsangizda diqqatingizni boshqa yoqqa chalg'idingizmi? Ertaga imtihonga kirib test oldida o'tirdingiz, kompyuter ekraniga qaradingiz, qarab o'tirasiz. Voy, buni o'qigandim. Qayerda o'qigandim-a? Nima edi buni deb ikkilanib o'tirasiz. Demak, qaror qabul qilishda ikkilanishingizga ham sabab o'sha diqqatingizni bir joyda bo'lmaganligi. Stress va tashvish darajasining oshishi. Nega stressga tushasiz, bilasizmi? Siz o'qiyapsiz, natija qila olmayapsiz. Bu o'z-o'zidan stressga olib keladi va u tashvishli hayotga har safar, yana attestatsiyada o'ta olmadim-a? Keyingi safar yana topshirishim kerak. Chunki bilasiz, attestatsiyada majburiydan 2 marta, 3 marta o'ta olmasangiz shartnoma bekor qilinadi, ishsiz qolasiz. Bunaqa ustozlarning ko'pini ko'rganman. Shu safar yaqinda Surxondaryoda biz amaliy seminarda bo'lib ishtirok etdik. O'sha amaliy seminarda bitta ustozni holati men hech esimdan chiqmaydi. Borib o'sha seminarni boshlashimizda menga bitta savol berganlar. Ustoz deyaptilar, agar men shu safar attestatsiyada o'ta olmasam, direktor menga sen bilan shartnoma bekor qilinadi, ishdan bo'shatilasan deb aytdi. Shu to'g'rimi dedilar. Men endi boshqa kayfiyatda bo'lganman. Men bilim ulashaman deb borganman va bu holatni eshitib o'zimdagi to'g'risi boshqacha bo'lib ketdim. Chunki kutmagandim bunaqa savol. Birinchi kirganda bunaqa savol, ustoz nega bunday bo'ldi dedim. Chunki men dedilar, o'ta olmadim. Necha martadan beri o'ta olmayapman. Ana shu attestatsiyaga yaqin qolganda qanaqadir stressga tushamanda, kasal bo'lib больницада yotib qolaman va bora olmayman. Nimaga buncha kasal bo'lasiz? Nimaga больницаga borasiz? Undan ko'ra borib o'tib kelganingiz yaxshi. Yo'q, o'ta olmayman, yiqilaman. Voy ustozjon, o'zlaringizga bunaqa to'siq qo'ydingizmi? Bo'ldi, siz o'ta olmaysiz. O'tayotgan hamkasbingizchi? Ular ham oddiy siz kabi inson. Hech kim o'zga sayyoradan kelib o'tmayapti. O'zlaringiz stressga tushirasizlar, kasal bo'lasizlar. Aytdilar, 2-guruh nogironi bo'ldim dedilar. Mana shu attestatsiyani o'ylab dedilar. Stressga tushaverib, 2-guruh nogironi bo'ldim dedilar. Demak, ko'rib turganingizdek, bu sizni borib stressga va o'zingizda yo'q kasalliklarni orttirib olishingizga sabab bo'ladi. Soppa sog'lom inson nima bo'ldi? Oxir oqibat 2-guruh nogironi bo'ldi. Bu nima uchun bilasizmi? To'g'ri tizimda tayyorlanmagani, to'g'ri tizim bo'lmaganligi uchun. Aytdilar, unda o'qidim, bunda o'qidim deyaptilar. Voy dedim shu payt. Siz shuncha vaqt dedim. Qancha pul sarfladingiz? Mana buncha pulim ketdi. Ko'ryapsizmi? U pul ketgani, mayli vaqt ketgani, mayli orttirib olgan kasalliklaricha, 2-guruh nogironi bo'lib olganlaricha. Hamma o'tadi. Hamma o'qisa o'tmaydigan narsa emas. Bemalol olib bilasiz 70% ustaman. Faqat to'g'ri tanlov va qaror qabul qilish kerak. Tamom. Ikkinchi o'zingizni yarating. Ikkinchi o'zingni yarat. Nima deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Hozir siz kimga havas qilasiz? Tasavvur qiling, ustozsiz, lekin 120% ustama oladigan, 70% ustama oladigan qaysidir hamkasbingizga yoki qaysidir kursdoshingizga, yoki qaysidir tanishingizga, yoki qaysidir qaynonangizning ovsinining keliniga havas qilasiz, to'g'rimi? Unda 70% ustama bor, sizda yo'q. Bo'ldi, to'xtating havas qilishni. Kimgadir havas qilishni mana shu yerda to'xtating. O'zingiz shuni o'zingizdan yarating. Ikkinchi o'zingizni yarating deganim mana shu.
U qilgan ishni siz ham qila olasiz. Unda bor qo'l, unda bor bosh, unda bor ko'z, sizda ham bor. Hammasini qila olasiz. Birovga havas qilish zo'r, havas qilgan yetadi deydi, lekin sizga havas qilsinlar. Siz shu darajaga chiqing. Sizga havas qilsinlar. Bu uchun siz albatta ikkinchi o'zingizni yaratishingiz kerak. Hozir shu yerda o'tirgan ustoz bo'lsangiz, demak mutaxassis yoki ikkinchi toifa yoki birinchi toifa necha marta qayta 20 marta borib oliy toifaga o'ta olmayotgan ustoz bo'lsangiz, kimgadir oliy toifali 70% ustamasi bor ustozga havas qilyapsizmi? Bo'ldi. Siz harakat qiling, sizga havas qiladilar. Vaqti kelib. Hop. Bu uchun avvalo nima qilishimiz kerak? Rivojlanish uchun vaqt ajratish kerak. To'g'ri, hammamizda oila bor, oila uchun vaqt albatta ajratiladi. Lekin siz rivojlanishingiz uchun, o'sishingiz uchun ajratgan vaqtingizga oila vaqtini aralashtirmang-da. Mana shu bugun hozir o'qiyman deb o'tirgan paytingizga oiladagi boshqa tashvishlaringizni aralashtirmang. Ikkinchisi, dars uchun ajratgan vaqtda telefon va boshqa narsalarga chalg'ish. Bu juda ko'p bo'ladi-da. Dars qilaman deb o'tirib, boya yuqorida ham aytdim, telefonda istoriya ko'radi, reels ko'radi. Bo'ldi, bitta Instagramga kirdingiz yoki bitta Telegramdagi ana qarindoshlarning chat guruhiga kirib oldingiz-ku, ketdi shu bilan. Siz dars qilishga o'tirgandingiz-ku. Bu dars qilinmayapti bu paytda endi. Bu siz chalg'ib vaqt yo'qotib bo'ldingiz. Dars qilganda o'rgangan ma'lumotlaringizni shu paytning o'zida amalda qo'llang. Bu nima uchun kerak? Demak, dars payti o'rgangan, mana shu dars qilishga o'tirib o'rgangan yangi ma'lumotingizni amalda albatta qo'llang. Buni men zanjir metod deb aytaman va kurslarimda har doim qo'llayman va bu har doim o'zining natijasini bergan. Bu nima? Bilasizmi? Birinchi o'rinda reja tuzib olamiz. Masalan, har qanday tizimda reja bo'lishi kerak. Reja tuzib olasiz. Shu rejada birinchi mavzu mana bu. Masalan, fonetika mavzusi va shu mavzu bo'yicha u mavzuga oid bo'lgan PDF beriladi, video dars beriladi. Men aytadigan narsam endi o'sha video darsni ko'rdingiz, u video darsni ko'rgandan keyin uni konspekt qildingiz. Shu mavzu bo'yicha sizga test berildi. Testni konspektdan foydalanib yechinglar deyman. Men doim aytaman-da, konspektdan mustaqil test yechmang deyman. Konspektdan foydalanib testni yechdingiz. Endi u testning shunchaki sizga kalti berib qo'yilmaydi. U testni aynan o'zim tahlil qilib berganimni beraman-da. Tahlilni ko'ringlar deyman. Ba'zilar shu megabaytiga qizg'onadi yoki vaqtiga qizg'onadi, tahlilni o'chirib, ovoz o'chsin buning deb faqat to'g'ri javoblarni belgilaydi. Siz o'sa olmaysiz. Tahlilda men nimaga e'tibor beryapman? Nima uchun shuni belgilayapman? Ana tahlilni ko'rganingizdan keyin siz xatoni tushunib yetasiz. Ko'ryapsizmi? Xatoni tushunib yetdingiz, bu mavzuda sizda muammo qolmaydi. Agar shu zanjirning qayerdadir uzilish bo'lsa, ya'ni siz faqat darsni PDFni ko'rdingiz-da, konspekt qildingiz, bo'ldi. Siz video darsni ko'rmadingiz. Zanjir uzildimi? Shu mavzuda sizda bo'shliq qoladi. Mavzu bo'yicha test yechyapsiz, testni o'zingizcha yechyapsiz. Men bu mavzuni bilaman, fonetika oson-ku. Deysizda, o'zingizcha mustaqil yechyapsiz. Yo'q. Sizda o'sha bo'shliq bor. Konspektdan foydalanib yechmadingizmi? Siz men zo'rman degan joyda yiqilyapsiz. Bo'shliq bo'ldimi? Zanjirning qayerdadir uzilish bo'ldimi? Shu mavzu sizda bo'shliqgacha qolib ketaveradi. Va shu mavzu bo'yicha qayta xato qilaverasiz. Demak, zanjir metodi 100 ga 100 ishlaydigan va sizni natijaga olib chiqadigan usul bu. Bundan albatta foydalanish kerak. Siz bitta mavzuni demak mukammal o'rgandingiz, zanjir metodidan foydalangan holda qadam-ba-qadam o'rgandingiz. Lekin o'zingizga qaysidir mavzuni qiyin deb olgansiz-da. Mana ona til ustozlaridan eng qiyin mavzu bu fe'l desak, fe'lda ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasida qiynalaman deydilar yoki bo'lmasa morfemika qo'shimchalarda qiynalaman deydilar. Har doim attestatsiyada mana shu qo'shimchalardan, morfemikadan tushadigan savollarni xato qilishadi. Chunki sizda to'siq bor, shu mavzu qiyin degan. O'zingiz qiynalgan mavzuni o'rgating boshqalarga. Kimga o'rgatasiz, aytaymi? Siz bilan birgalikda maktabingizda nechta hamkasbingiz ishlaydi? 3 ta, 4 ta katta maktablarda 10 tagacha ishlaydi. Bilaman, hammaga ayon attestatsiya jarayonida hamma test yechadi. O'sha test yechish jarayonida o'zingiz qiynalgan mavzuni ularga tushuntirib bering. Ustoz mana bunaqa o'rgatgandi, ana bu yerda mana bunaqa bo'ladi deng.
ularga tushuntirish jarayonida voy, haqiqatdan mana bunaqa ekan-ku, oson ekan-ku degan fikr paydo bo'ladi va u mavzuning qanchalik oson ekanligini bilib olasiz. Demak, bu 100% ishlagan va samara bergan natijaga olib chiqqan usul hisoblanadi. 7-qadam bu rivojlanishingiz, oliy toifali 70% ustama olishingiz uchun platformalardan foydalaning. Bu qanaqa platformalar deyishingiz mumkin? Masalan, keling YouTube platformasini olaylik. YouTube platformasida bizning sohamizga, ona tiliga oid bo'lgan bir qancha darslar bor, video darslar bor. Lekin bor. Ularning hammasi ham to'g'ri ma'lumotmi? Yoki ularning hammasi o'sha yangi eng oxirgi ma'lumotlarni jamlaganmi? Men yuqorida aytib o'tdim, yangi darsliklarni albatta o'rganing, siz yangilikka ochiq bo'ling deb. Demak, bunda plyuslari va minuslari ham bor. Telegram platformasi. Telegram platformasiga kirib olsangiz, hamma ta'lim kanallarida har kun jonli dars. Lekin u har kun jonli darslarni ko'rib olsangiz, ochiqda turgan bepul ma'lumotlarning hammasi siz natijaga olib chiqaptimi? Chunki u yerda qaysidir to'g'ri ma'lumot aytyapti, qaysidir noto'g'ri ma'lumot aytyapti, qaysidir testda qo'llay olasiz, qaysidir qo'llay olmaysiz. Va bizni natijaga olib chiqadigan usullar bu: birinchisi sodda bo'lish kerak, ikkinchisi tushunarli bo'lish kerak, uchinchisi tez natija beradigan bo'lish kerak va to'rtinchisi amaliyotda qo'llay oladigan bo'lish kerak. Bu usullarning hammasini jamlaganda siz o'zingiz kutgan natijaga bemalol chiqa olar ekansiz. Siz hozirda bilim darajasi yetarli bo'lsa-da, test oldida hayajonga tushadigan, vaqt yetmayotgan, oylik maoshi mehnatiga yarasha bo'lmagan A nuqtada turibsiz. Lekin siz xohlagan B nuqta bu nafaqat oliy toifa, balki 2 baravar maosh, jamoa orasida obro', xotirjamlik. Unga erishishingiz uchun siz qoidalarni yodlashingiz shart emas. Shunchaki testlar ortidagi mantiqni tushunishingiz, vaqtni to'g'ri taqsimlashingiz va murakkab mavzularni vizual o'rganishingizning o'zi kifoya. Bu narsa siz uchun xos va mos. Chunki siz ko'p o'qishni emas, aniq tizimli o'qib natija qilishni xohlaysiz. Men esa buni siz uchun tayyorlab qo'yganman. Siz uchun tayyorlab qo'ygan toifa master kursim 6 ta bosqichdan iborat. Mening bu kursim sizni bosqichma-bosqich cho'qqiga olib chiqadi. Demak, hozir siz bilan bosqichlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi fonetika, ya'ni bunda fonetika matematikasi, talaffuz va imloni farqlovchi matematik aniqlik. Demak, bu uchun siz qoida yodlashingiz shart emas. Matematik aniqlikda ishlaydigan har qanday testni to'g'ri javobini topa oladigan texnikalar. Ikkinchisi, leksik tuzoqlar. Bilamiz, hozirgi testlarimizning aksariyati o'sha ma'nodoshlik, shakldoshlik, nutqiy ma'nodoshlik bor, yoki bo'lmasa leksik ma'nodoshlik bor. Bular hammasi siz uchun qo'yilayotgan tuzoqlar. Bularning hammasini yechish usullari o'rganamiz. Uchinchisida morfologik ekspertiza. Bilasiz, bunda so'zlarning tarkibi, so'z turkumlari hammasi bitta-bitta ochib berilishi kerak, yoki bo'lmasa o'sha eng qiyin mavzu deydi, hamma dod deydigan fe'l mavzusi aslida qanchalik oson ekanligini tushunib yetasiz. Ya'ni bunda siz fe'l mavzusini 100% shaffoflikda o'rgana olasiz. Voy, shuncha paytdan beri shu narsani bilmay yurgan ekanman-a degan fikr paydo bo'ladi. Chunki bu doim o'z isbotini topgan. To'rtinchisi, sintaktik filtr. Ya'ni gapni tarkibida uni tahlil qilishda, gap bo'laklarini tahlil jarayonida qaysi ega, qaysi kesim, ya'ni yashiringan belgilarimiz bo'ladi-ku, tinish belgilarimiz yashiringan, belgisiz holatda qo'llanganda qanday tahlil qilinadi? Ko'pchilik aksariyat ustozlar shu xatolarga yo'l qo'yishadi. Bu bosqichdan keyin siz bunday xatoni mutlaqo qilmaysiz. Adabiyot xaritasi. Adabiyot bu juda ham zarur. Adabiyot xaritasi nimaga kerak? Adabiyotda nima hammasini o'qish kerak emas. Siz natija qilishingiz uchun, o'sha 70% ustama olishingiz uchun siz uchun xarita, g'azarlarni oson tabdil qilish, badiiy san'atlarni, nazariy tuzoqlarni hammasini o'sha xarita orqali bemalol o'rgana olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana darsda yayrab adabiyot o'tasiz va o'zingiz bunday testlarni qiynalmasdan yecha olasiz. Attestatsiyada integratsiya. Voy, hozirgi attestatsiyalar hammasi integratsiyadan iborat bo'lgan, ya'ni ona tilni adabiyotga, ona tilining bo'limlarini, fonetikani sintaksisga, morfemikaga bog'lagan holda integratsiyali testlar tashkil qilinyapti, tuzilyapti. Bularni yechish uchun siz bemalol yangi darsliklar va pedagogik keyslar bilan birgalikda har qanday testga yechim topa olasiz. Bu bosqichlarni bosqichma-bosqich bosib o'tganingizdan keyin siz o'zingiz kutgan natijani o'zingiz kutmagan holatda nima deydi?
oqlay olasiz. Ya'ni siz keling, siz o'sha 80 balosidan bo'ldi deb turibsiz. Yo'q, bu bosqichni bosib o'tganingizdan keyin siz bemalol 90+ ballni olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Toifa master kursimizda siz 200 dan ortiq video darslar, ya'ni mavzularga oid bo'lgan video darslar, haftada 4 marta jonli dars, ya'ni 2 marta adabiyot, 2 marta grammatika savol-javob, jonli dars va kurs davomida shaxsan o'zim bilan mana hozir yuzma-yuz ko'rib gaplashayotganimiz kabi 10 marta jonli master klass. Bu jonli master klassda siz bilan o'sha fanga oid bo'lgan qiynalgan joylaringiz bo'yicha yoki bo'lmasa motivatsion, hayotiy hamma narsalarni birgalikda gaplashamiz va yechimlar topamiz. 24/7 ishlaydigan kuratorlar nazorati. Ya'ni bu kuratorlar kimlar? Kuratorlar aynan shu kurs orqali, shu tizim orqali oliy toifaga 70% ustamaga chiqqan, noldan bu tizimning qanchalik soat richagiday ishlaydigan tizim ekanligini bilgan va sizni 24/7 nazorat qilib, har qanday savolingizga javob beradigan haqiqiy professional ekspert shogirdlarim. Shaxsan o'zimning kursimda chiqqan shogirdlarimdan iborat. Ular kerak bo'lsa sizni maqsadga sudrab bo'lsa ham olib chiqishadi. Chunki ularning o'zlari shu maqsadga erishganlar, buning to'g'ri yo'l ekanligini ular juda ham yaxshi bilishadi. Toifa master kursimda sanab o'tganlarimdan tashqari sizlar uchun maxsus sovg'alar tayyorlab qo'yganman. Birinchisi 15 daqiqalik g'alaba modeli. Bu nima? Vaqti yo'qlar uchun eng muhim konsentrant, ya'ni vaqtni taqsimlab natijaga olib chiqish. Ikkinchisi, agar natija qilmasangiz, bunda qanday? Men sizni shu toifa master kursimda 5 oy davomida o'qitaman. Siz bu 5 oy davomida darsga 100% kiryapsiz. 100% darslarni ko'ryapsiz, vazifalarni bajaryapsiz. Lekin agar toifangiz bitta darajaga ko'tara olmasangiz, kurs pulingiz 100% qaytarib beriladi. Ya'ni 5 oy davomida men qilgan mehnatimga rozi bo'laman. Esingizdan chiqarmang, bu xarajat emas. Maoshingizning 2 barobar oshishi uchun bu eng to'g'ri investitsiya hisoblanadi. Bundan tashqari sizlar uchun maxsus bonuslarimiz, ya'ni men shaxsan Dilafruz Fayzullaeva tomonidan tayyorlangan kuchli ustoz bo'lish sirlari. Bu sizga tayyorlab qo'ygan maxsus bonusim. Ikkinchisi, shaxsan o'zimning maqsadga erishish uchun maxsus metodika, planner bonusi. Plannerimni ham bonus sifatida taqdim qilaman. Attestatsiya qo'llanma kitobi, ya'ni attestatsiyadan o'tish uchun sizga kerakli bo'lgan o'sha qo'llanma kitobim. To'rtinchisi, shaxsan o'zim tomonimdan Habel brendi bilan tayyorlangan bloknot va ruchkalar sizga taqdim qilinadi. Kursda ishtirok etuvchilar uchun aytib o'tilgan sovg'alarning barchasi uylarigacha yetkazib beriladi biz tomonimizdan. Agar siz meni hozirgacha ko'rgan bo'lsangiz, endi diqqat bilan eshiting. Bu kursga 1 yilda 2 marta qabul ochamiz. Bu degani biz hammani ham qabul qila olmaymiz. Bu kursga faqat hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan, chindan ham yuqori natija qilishni xohlagan 100 ta fidoyi ustoz uchun joyimiz bor. Hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib, joyingizni band qilishingiz mumkin. Shu ro'yxatdan o'tish qanday bo'ladi? Ro'yxatdan o'tishingiz uchun men pastda havola qoldirdim yoki izohlarda ham havola qoldirilgan. O'sha havolaning ustiga bosasiz va botga ism, familiya, telefon raqamingizni qoldirib, yopiq Telegram kanalimizga obuna bo'lasiz. Hoziroq ro'yxatdan o'tsangiz siz nimalarga ega bo'lasiz? Birinchi bo'lib sizga aloqaga chiqishadi. Aytilgan barcha sovg'alarni unga qo'shimcha aytilmagan bir qancha sovg'alarni tayyorlab qo'yganman. Ularga ham ega bo'lasiz va kursga eng katta chegirmani qo'lga kiritasiz. Bugun masalan tejagan 500 mingingiz kelajakda olishingiz mumkin bo'lgan 50 million ustamangizni to'sib qo'yishiga yo'l qo'ymang. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va oxirigacha ko'rganlar uchun tayyorlab qo'ygan bonuslarimizga yopiq Telegram kanalida ega bo'ling. Toifa master kursimizda o'qigan va natijaga chiqqan shogirdlarimdan biri Dilshoda bilan tanishtiraman. Hozir o'zingiz uning hayotida, moddiyatida, umuman hayot tarzida bu kursimiz qanchalik ahamiyatli va qanchalik o'zgartirish kirita olganini o'zingiz guvohi bo'lasiz. Marhamat. Shu kursda o'qimasdan oldin toifangiz qanaqa edi, oyligingiz qanaqa edi, hayot tarzi va hozirgi solishtiraylik. Umuman olganda toifa haqida hech qanday ma'lumotim yo'q edi, ya'ni hech qanday toifam yo'q edi va mana shu kursda o'qishni tanladim, chunki ustozimni hamma o'sha darslarni kuzatib borib,
o'zim uchun ayni attestatsiya haqidagi tushunchalar paydo bo'ldi. Ilk tushuncha mana shundan boshlangan. Keyin attestatsiyaga topshirish fikri paydo bo'ldida, umuman toifam bo'lmagan holatda kursga qo'shilganman. Kursdagi tartib, qoida, nazorat, offlayn kurslarda hatto bo'lmagan nazoratni guvohi bo'lganman. Chunki har bir darsimiz, har bir mavzu va vazifalar doimiy tekshirib borilib, uning nazorati qilinib borardi. Bu tabiiyki o'sha o'qituvchida mas'uliyat hissini oshirgan va ilk o'sha attestatsiya jarayonidayoq yuqori natija bilan ikkinchi toifani qo'lga kiritganman. 90 nechi ball olgandingiz? 96. 96 ball bilan o'sha yuqori natijani qo'lga kiritganman. Keyin ikkinchi toifadan keyin oyligingiz qanchaligini ham aytingda. O'sha payt qancha oylik olardingiz? O'sha payt oyligim 2 millionga bormasdi, 1 million 800 atrofida edi. Harakat qilgandim o'sha nimaga, chunki toifani unchalik ham men o'qituvchini o'sha ish tajribasida ahamiyati katta deb o'ylamaganman, chunki yosh kadr bo'lganim uchun bu narsaga juda ham qiziqmaganman. Undan keyin birinchi toifa va oliy toifa va bundan tashqari attestatsiya kurslarini tugatganimdan keyin milliy sertifikat kurslarida o'qib A+A bir necha bora A+A daraja sohibasi bo'ldim va hozir esa oylik daromadim 20 milliondan ortiq summani tashkil etadi. Chunki maktab faoliyati bilan birgalikda o'sha o'quv markazida o'z faoliyatimni olib boraman va bu men uchun hayotimda juda katta yangilik, o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Chunki oddiy o'qituvchining 2 millionga bormaydigan o'sha oylik maoshidan 20 milliondan ortiq oylik maoshga chiqishi, bu ham oilasi uchun, ham o'zini yutuqlari, motivatsiyasi bo'lib xizmat qiladi va men to'xtab qolish niyatim yo'q. Vazir ustamasi, shuningdek yil o'qituvchisi tanlovlarida ham ustozim bilan birga borishga harakat qilaman. Shu yerda yana bitta hayotiy nimani aytaman, bu o'zi aytmayapti. Bu meni onlayn kurslarimda o'qiganda o'sha Navoiyning chekka qishlog'ida, G'ozg'onda yashardi. Keyin kurslarimda o'qib bundagi shijoatni umuman onlayn bo'lsam o'qituvchilarning o'sha qobiliyatini biladigan bo'lganman. Keyin kurslarimga ishga taklif qilganman. Keyin esa bundagi shijoat umuman kursimda o'qigan ustozlarning shijoatini ko'raman, men xohlayman o'zimday darajaga chiqishni. Bunga aytganman, Toshkentga kelasanmi deganman. Nima uchun? Bu baribir inson rivojlanishi kerak, o'sishi kerak va hozirda oilasi bilan Toshkentda yashaydi. O'zimizda o'quv markazimizda dars beradi. Ya'ni nafaqat moddiyati, oyligi, balki hayot tarzi ham butkul o'zgargan. Chunki bir paytlari umuman orzu qilishga qo'rqqan narsalarim orasida yashayapman va undan kattaroq orzular qilishni boshlaganman. Demak, insonlar har doim yaxshi niyat bilan, amal bilan, harakat bilan ishlasa, Allohning o'zi niyatlariga yetkazar ekan va ilm hamma narsaning kaliti deb o'ylayman. 10 minglab ustozlardan bitta jonli guvoh bu. Bu qilgan natijani bunaqa juda ko'p shogirdlarimiz bor. Endi hozir bitta jonli misol sifatida sizlarga taqdim qildik. O'quvchilarimizning fikrlarini ko'ring va o'zingiz xulosa qiling. Siz bilan Toifa Master kursida ko'rishguncha